noto'g'ri joyga borib qo'yishligi, ya'ni xatarli jihatlardan bittasi bu bo'yniga olishlik. Afsuski jamiyatimizda juda ham ko'p ayollar, ayniqsa onalarimiz aynan mana shu muammo bilan balolangan. Tarixga qaraydigan bo'lsak, salkam 100 yildan oshiq davr mobaynida Rus imperiyasining ta'sirida bo'lganmiz. Aynan o'sha davrlarda ahli ilm insonlarning soni qisqargan. Juda ham ko'p folbinlar faoliyatini keng tarqatgan. Aynan o'sha davrda ham ruhiy muolajaga muhtojlik bo'lgan. Ammo u davrda dam soluvchilar ahli ilm emas, balki ko'proq folbinlar bo'lgan. Masalan, oddiy tarixiy kinolardan birida Mahallada Duv degan kino bor. Ana shu kinoda ham bitta epizod bor. Aynan mana shu epizodda ham o'sha ona o'zini o'g'lini o'sha kelinga isitish uchun folbinga borib sehr qilgan. Endi o'sha davrda bo'yniga olgan onalarimiz hozir keksa yoshda va ulardagi muammo bir xil. Ya'ni Ahmadjonning onasida ham, Bahromjon onasida ham bir xil muammo. Qanaqa kelishadi, qolaka ona mazalar bo'lmayapti, yoshlari sal katta bo'lib qolgan, ko'zlariga haqi sharpalar ko'rinyapti, o'tganlar bilan gaplashadigan bo'lib qolganlar, qon bosimlari o'z-o'zi ko'tarilyapti, tushyapti, vrachlarga oboryapmiz, hamma organizmlarimiz sog' deydi. Keyin o'sha onaxonni o'zi bilan muloqot qilasiz. Birinchi savolim, mabodo bo'yningizga olmaganmisiz deb so'rasam, qattan bildingiz bolam, olganman. Qachon olgansiz? Va bunga ancha bo'lgan. Shu kenja qizimni tuqqanimda mazam bo'lmay qolgan. O'tincha kelib dam solib davolab ketgan. Qanaqa qilib davolagan desiz, sizga o'xshab Qur'on oyatlarini o'qib davolagan. Keyin shu vazifalar bergan. Qanaqa vazifalar? Shu ertalab turasiz, mana shu duolarni o'qiysiz. Keyin har o'sha chorshanba, shanba kuni paxtani yoqqa bo'lib, tandirni boshiga borib azizlarga atab chiroq qo'yib turasiz degan deydi. Ana shu azizlar yashirinchilik bo'ladi. Kunlar kelib u ayoldan jismoniy quvvat ketgandan keyin o'sha chiroqqa vakil qilingan jinlar u ayolni besaramjon qilishni boshlagan. Bu yerda bilasizmi, xatarli jihatlardan yana bittasi bu o'sha xonadon. Ya'ni chiroq qo'yilgan xonadonda ikkita narsa ko'payib ketadi. Bittasi janjal, ikkinchisi kasallik. Chunki chiroq qo'yilgan xonadonda kofir jinlarning soni ko'payib ketadi. Kofir jinlarning soni ko'paygan joyda janjal bilan kasallik ham ko'payib ketadi. Diniy masalada muammoga uchrayapmizmi? O'zimizning hududimizdagi o'sha rasmiy imomlarga borib, aynan shu masalalarda aytsak, inshaalloh bizga to'g'ri yechim bo'ladi. Vallohu a'lam.